Mana bugun gullarni, assalomu alaykum aziz qaynonalar. Bugun gullarni, bekajonlar, gullarni ichkariga olib kiramiz. Artib, tozalab. Bu qara shahzoda. Qara shahzoda. Salqin tushgani uchun daladan ichkariga olib kiramiz. Chiroyli ajoyib gul bu manzarali. Ochilmasa ham manzarasi chiroyli buni. Juda ham katta bo'lib ketadi. Nozik emas, o'sib ketaveradi har qanday yerga. Aloelarimiz bu. Aloelarni men zakasiga o'stiraman faqat. Mana shifo baxshligini hamma biladi. Hamma narsaga, kosmetikaga ham, boshqaga ham, aptekaga ham kerakli narsa bu. Bu tez o'sadi, tez ko'payadi, yaxshi gul. Joy tanlamaydi. Bu malachay. Bu kaktuslar masektiradi. Kaktuslar suvda qo'qlamaydi. Bu ham juda ham manzarali, chiroyli ochiladigan gul. Mana men ochilib bo'lgan gullarim yana ochiladi. Bu yaponskiy sakura. Bu ham ochilib bo'lgan. Yana ochilib kelyapti. Tinimsiz ochiladi. Juda ham chiroyli gul bu. Bu ayol qalbi. Bu yaxshi, bu ham yaxshi gul. Dalaga uchun bitta sal o'zgarib qolgan. Ichkariga kirsa chiroyli bo'lib ketadi yana. Buni biladi hamma. Geram bu. Faqat tippasi ochiladi, shoxini yakka qilish kerak buni. Tippasi atirgulga o'xshab ochiladi, mana ochilib kelyapti bu. Bu ham juda ham chiroyli gul, bu nozik tabiat, buni o'stirish qiyin lekin. Bugun oshxonaga kirmadik, gullar bilan shug'ullandik. Bu gortenziya gulimiz. Bu ochilib bo'lgan, ochilganini ham olganman. Hozir bu tugagan paytda. Bu may oyidan ochiladi, to avgust oyigacha ochilib turadi. Juda ham chiroyli gul. Mana Chorsuvdan lobar degan Clinton bu lobardan olib kelganman 250 mingga. Bu har doim ochiladigan gul. Yashil bo'lib turadigan qishni yozin o'sib turadi. Bu yashil gul manzarali gul bu. Divo.